Salom hammaga, ko'rishib turganimdan bog'da xursandman. Bugungi mavzumiz u sizni sog'inyaptimi? Shu haqida ko'ramiz. Unda ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. U sizni sog'inyaptimi? U kartamiz teskari tushdi. Agar bunday tushganida edi, sizga bugun sog'inchi ham, ishonchi ham yo'q deb o'ylasak bo'lardi. Lekin u inson kartamiz teskari tushganiga qaraganda, unda teskarisini o'qiymiz. U inson sizga bo'lgan ko'nglidagi narsalari chilparchin bo'lgan taqdirda ham har doim qandaydir qahr g'azab bilan sizni ko'p eslab turadi. Nima deydi, bu narsani o'zi tan olgisi kelmaydi. Har doim ko'nglini tub-tubida sizni doimiy borligingiz ko'ngli singan bo'lgan taqdirda ham nima deydi, o'zi bu narsani juda ham yaxshi biladi, sizni ko'nglingizni sindirganini. Ba'zida sindirib qo'yishini, sizni ko'nglingizni qandaydir ololmay qoladigan vaqtlari ham bo'ladi. Qandaydir ikki fe'lli bo'lib qoladi. Birdaniga jahli chiqib qoladi, yana o'z holiga tushib qoladi. Qandaydir tez-tez sizni ko'nglingizni og'ritib qo'yadi. Yo'q kartasi chiqdi, yana qo'shimcha ko'ramiz bunda. Qo'shimcha ko'ramiz. Sizni doimiy, har doim ko'nglingizda, u insonni ko'nglida, sizni ko'nglingizda, u insonni ko'nglida doimiy borligi, sizni o'tmishda qandaydir hayotlaringizda bir-birlaringizga va'da berganlaringizmi, shunga o'xshagan yoki hozirgi kunda va'da berganmisiz, oralaringiz qandaydir uzilib ketishidan juda ham qo'rqadi yoki sizdagi ma'lumotlar bu insonga kelmay qolishidan juda ham qo'rqadi. Har doim siz bilan aloqada bo'lib turishni juda ham xohlaydi. U sizni sevadimi deganga, albatta juda ham yaxshi ko'radi. Faqatgina bu insonni moddiy jihatlama ko'p ruhan charchatib qo'yadi. Uzoq yo'l yurishiga majbur bo'lgandi. Mana shu yo'l sizlarni qandaydir oralaringizda ayrim insonlarni uzib yuborganligi, keyin yana ayrim insonlarda oralaringizda juda ham masofa kattaligi yoki boy badavlat shunga o'xshagan narsalar. Bu inson siz haqingizda qanday fikrda? Siz haqingizda har doim sizni zimdan juda ham ko'p o'ylaydi. Sizni yoningizda insonlar bor deb biladi. Ayrim oila qurgan insonlar ham bor. Lekin bir-birlaringizni, aloqalaringizni haqingizda ko'proq bilib turasiz. Lekin sizni zimdan har doim kuzatib turadi. Sizni juda ham chiroyli, aqlli, juda ham xushbichim, o'ziga qaravaydigan, lekin yonida kimdir doimiy ravishda bor deb biladi. Juda ham yaxshi yashaydi deydi. Sizni oldingizda juda ham birga bo'lishni xohlaydi. Lekin oilaviy to'siqlar, qandaydir oila a'zolaringizmi yoki turmush o'rtog'ingizmi yoki kimdir sizni yoningizda borligidan cho'chiydi. Oldingizga kelishdan juda ham cho'chiydigan inson. Shuning uchun har doim telefon orqalimi yoki nimadir orqalimi yo saytlar orqalimi yo kimlardir do'stlar orqalimi sizdan doimiy xabardor bo'lib turadi. Qandaydir sizlarni ahd paymonlaringiz yo'lda yillar davomida uzilganday, bunga kimdir sababchi bo'lganday har bir, lekin bu inson sizni aybdor his qilmaydi hech ham. Bunga ko'proq o'zini jazosi, o'zi ko'p jazolaydi, o'zini o'zi ko'p aybdor qiladi, lekin ba'zida jahli chiqib ketadi. Lekin juda ham mehnatkash inson, aslida qattiq qo'l ko'ringani bilan juda ham samimiy, mehribon inson. Bu inson bilan agar dildan suhbatlashadigan bo'lsangiz, bu insonni qanaqaligini bilsangiz bo'ladi. Bu inson juda ham, agar siz o'tmishingizdagi inson bo'ladigan bo'lsa, hozirgi holati puldan juda ham muhtoj inson. Nimagadir o'zini har doim mukammal ko'rsatgani bilan, lekin pul borasida juda ham qiyinchiliklarga uchragan inson. Siz haqingizda tez-tez o'ylab turadi, ko'p xayol suradi. Qancha puli bo'lsa sarflashdan charchamaydi. Qanaqadir telefon qilishi mumkin yoki telefonlar orqali, internet orqali, nimadirlar orqali sizni tez-tez kuzatib turishi mumkin. Sizga yetishga juda ham qiynaladi bu inson. Sizdan ma'lumot olishga juda ham qiynaladi. Lekin har doim bu inson ortga nima deydi, hammasini boshdan boshlashga harakat qiladi-yu, lekin o'zida hech ham kuch topa olmaydi. Yana qaytib, yana xayollari sizni ruhiy holatingiz, o'zini ruhiy holati har doim jambarchas bir-biriga bog'lab qo'yadi. Kechalari ko'p o'ylaydi. Birga o'tgan kunlar, o'tmish haqida, ayni nima deydi, o'sha siz bilan uzilgan joylarini ko'p qayta qayerda adashganligi haqida ko'p o'ylaydigan inson.
har doim kechalari judayam sog'inadi, har doim intilib so'raydi. Qandaydir tushlaridami, bu inson sizni ko'p tushida ko'radi. Ko'p, yana o'tgan kunlarni ko'p qaytaradi. Qayta davom etkazadigan. Har doim sizni agar keyinchalik ham baribir siz bilan meni aloqam birga bo'lib ketadi deb qandaydir ishonadigan inson. O'ziga juda ham ishonadi. Baribir bizni taqdirimiz bir, qandaydir biz baxtli bo'lib ketamiz deydi. Buning uchun men har tomonlama moddiy jihatdan ham o'zimni kuchli bilsam, moddiy jihatdan o'zimni tiklay oladigan bo'lsam, bu inson bilan aloqamni tiklashga har doim imkoniyat bor deb o'ylaydi. Qandaydir bu inson kartamiz aslida bunday tushganida agar o'zi yomon bo'lib chiqardi-da, chunki mana bunday teskari tushganida shunda siz haqingizda fikri o'zini aybdor his qilayotgani, o'tgan kunlar uchun hozirgi kunda juda ham fikrlari o'zgarganligi. Juda ham yaxshi insonini yo'qotib qo'ydim deb o'ylaydi hayotda bu inson. Har doim nima deydi? Uzoqdan sizni kuzatib turishi. Bu narsa bu insonga juda ham qiyinchilik ko'p tug'dirishi. Sizni qay holatda deb biladi. Go'zal, kelishgan, o'ziga ko'p e'tibor beradigan, har doim gapini ustidan chiqa oladigan. Sizni agar bu uzoq yillar bo'lib ketgan bo'lsa, sizni bu darajada o'zingizni tiklab oladigan inson deb o'ylamagan. Meni unutib yubordi deb o'ylaydi. Judayam o'ziga ishongan, mendan ko'ra atrofida judayam ko'p insonlar bor deb hisoblaydi. Keyingisi. Agar men bu insonga aloqaga chiqadigan bo'lsam, achchig'i chiqib qoladi. Jahl bilan bunga biroz vaqt kerak. Hozir judayam erta deb hisoblaydi, vaqt kerak deb hisoblaydi. Sizga lekin judayam aloqaga chiqgisi keladi, siz bilan judayam gaplashgisi keladi, lekin qandaydir sizni asabingizni buzib qo'yishdan judayam bu inson qo'rqadi. Sevgisi chin, har doim qadam bosishni o'zi o'ylaydi. Orqaga qaytsammikan? Lekin bu inson har doim imkoniyatim bor deb hisoblaydi. O'ta olishga imkoniyatim bor deydi-yu, lekin juda ham cho'chiydi sizdan. Qandaydir sizda o'tgandan dilingizni qattiq og'ritib qo'yganmi? Lekin siz bilan har doim aloqada bo'lishni juda ham xohlaydi. O'tmishini ko'p eslaydigan inson. Tilaklarida, istaklarida sizni ko'p so'raydi. O'tgan o'tmishingizni haqingizda ko'p eslaydi. Keyingisi. Sizni hali bu inson juda ham ko'p kutadi. O'zi yo'lga ko'p chiqadi, o'zi harakat qiladi, lekin sado kelmasligidan juda ham qo'rqadi. Ko'p orzu tilaklarida siz haqingizda ko'p so'raydi bu inson. Aloqada bo'lishingizni, nimagadir bu inson o'rtalaringizdagi munosabatlarni to'xtaganiga hamisha o'zini aybdor his qiladi. Nimagadir xuddi nima deydi? Aybdor odamday. Shuning uchun hamma narsasi bu insonni ishi yurishmayotganday o'zini mana shunaqa his qilib qolgan. Qandaydir hamma narsadan o'zini aybdor his qilib qolgan. Ko'p yo'lga qaraydi, ko'p qaraydi, lekin vaqt uzoq o'tib ketganligini yoki vaqt o'tib ketayotganligini, bu narsadan bu inson sizni ayrim insonlarda butkul yo'qotib qo'ydimam deb juda ham cho'chiydi, lekin yo'lga ko'p qaraydigan inson, saytlar bo'yichami yoki telefon orqali, qanaqadir orqali juda ham sizni ko'p sog'inadigan inson. Shunga o'xshagan karta tushyapti. Endi o'rtalaringiz qanday bo'ladi, kelajakda qanday bo'ladi, shu haqida ko'ramiz. Ayrim insonlarda jimjitlik bilan tugagan taqdirda ham, ayrim insonlarda vaqt o'tgandan keyin qandaydir sizni o'rtalaringizda yaxshi yana yangiliklar paydo bo'ladi. Bir-birlaringiz ko'z nazarga tushish, lekin bu inson juda ham qiyin ahvolda. Chunki sizni ko'p sog'inadi, sabr qiladi, vaqt hamma narsaga vaqt kerakligini, bu narsaga o'zi aybdorligini, ayblarni yuvish kerakligi haqida bu inson juda ham ko'p o'ylaydi. Qandaydir bu insonga siz haqingizda ma'lumot yetkazib beradigan inson bor. Lekin u inson siz haqingizda yomon ma'lumot emas, siz haqingizda ko'proq yaxshi ma'lumotlarni ko'p beradi. Sizni qandaydir oilaviy xotirjamligingizni yoki hozirgi kunda sizni oilangizda yaxshi yangiliklar borligini,
siz o'zingizni qanchalik qo'lga olib olganligingiz haqida. Bu narsalar bu insonni juda ham ko'p qiynab qo'yadi. Ko'p o'ylaydi, ko'p siqiladi. Har doim vaqtni bu inson orqaga qaytarishga juda ham ko'p harakat qiladi. U ko'p sog'inadi. Bu sog'inchlari bu insonni borgan sari nima deydi, qanchalik unutaman degani bilan qanchalik chuqur yana sizga hayot bu insonni bog'lab boraveradi. Sizni hech qachon unutolmaydi bu inson. Bu narsalarga har doim o'zini aybdor his qiladi, lekin sizga bo'lgan nisbatan muhabbati borgan sari kuchayib boryapti. Doimiy sizni har doim poylab, siz bilan qandaydir har tomonlama mukammal bo'lganimda bu insonni ushlab qolardim. Agar bu insonga aloqaga chiqadigan bo'lsam, jahli chiqib qolishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar haqida ko'p o'ylaydi, ko'p tilak, istaklarda sizni ko'p eslaydi. Har doim yana o'tmishni orqaga qaytargisi keladi, lekin bu narsa kech bo'lgandayin bu insonni har doim ruhan va jismonan har tomonlama bu insonni hayotida ko'p zarba beradi. Bu narsaga o'zini aybdor his qilgani, shu joyda xato qilib qo'ygani, qandaydir nima deydi, shu tufayli ham shu insonni dilini og'rib qo'ygani uchun ham qandaydir ishlar yurishmayotganligimi, shunga o'xshagan narsalarda o'zini juda ham aybdor his qiladi. U sizni sog'inadimi degan mavzuga shu yerda to'xtatamiz. Hamma sevishganlar doimiy sog' salomat hamisha birga bo'lsin. Hozirgi bugungi kartamiz ko'rgan insonlar qandaydir siz haqingizda juda ham achchiq fe'lda emas. Naborot, siz haqingizda o'ylaganda har doim o'zini ich-ichidan yeydigan, hamma narsani orqasiga qaytarishni xohlaydigan inson bo'lib tushdi. Layklaringizni unutmang, kommentariyalaringizni kutib qolaman. Hammalaringizga kattakon tashakkur. Sog' salomat bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat.